Bunaqasini shu yoshga to'lib endi ko'rishim. Birinchi kirganimda basseyn deb o'ylagandim. Endi bilsam bu tandir ekan. Eng qizig'i 500 ta somsa ketar ekan. Undan ham qizig'i 5 kilolik somsa. O'zbekistonda rekord qo'ygan somsani aynan shu yerda yopishar ekan. Kevoradigan joy do'stlar. 100 ming so'm pulga 4 kishi mazza qilib ovqatlanib ketishiga ishonasizlarmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarni ishontiraman. Ha do'stlar, bu hech qanday yolg'on xabar emas. Endilikda Tilla tandir somsa xonamizga 4 kishi kelib mazza qilib ovqatlanasiz va sizdan atiga 100 ming so'm bo'ladi. 100 ming so'm ichiga esa nimalar kirishini hozir aytib o'taman. 100 ming so'm ichiga nimalar kiradi? 4 ta kola, 4 ta sho'rva va uzun lavash somsalarimiz kiradi. Joylariga keladigan bo'lsak, joylari juda ham zo'r, somsalariga esa вообще gap bo'lishi mumkin emas. Tilla tandir somsaning minusi necha xil somsa bor deb so'rayotgani uchun opisiyaniyada yozib qoldiraman. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Yangiyo'l shahar Fortuna zapravkani yonginasida joylashgan. Tilla tandir somsa oilaviy va ulfatlar bilan mazza qilib kelib ovqatlanib ketadigan joy.